chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning O'zbekistondagi viza muddatini elektron tarzda qanday uzaytirish mumkinligini bilasizmi? my.gov.uz bosh sahifasidagi qidiruv satriga viza muddatini uzaytirish kalit so'zini yozib, tegishli xizmatni tanlang. Xizmat tavsifi bilan tanishgach, foydalanishni boshlang. Birinchi qadamda arizaning kim tomonidan yo'llanayotgani ko'rsatiladi. O'zbekistonda bo'lib turgan chet el fuqarosi boshqa chet el fuqarosining viza muddatini uzaytirishda chet el fuqarosi turini tanlaydi. Agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lib, chet el fuqarosiga ishonchli vakil hisoblasangiz, ishonchli shaxs turini belgilang. Endigi qadamda ishonchli shaxs haqidagi barcha ma'lumotlar avtomatik aks etadi. Sizdan faqat vizasi uzaytirilgan shaxsning qarindoshlik darajasini aniqlashtirish so'raladi. Agar qarindoshlik yo'q bo'lsa, boshqa deyilganini belgilang. Vizasi uzaytirilgan shaxsning milliy pasport seriyasi va raqami, tug'ilgan sanasi kiritilib, millati ko'rsatiladi. Eng muhimi, ishonchli vakil, ya'ni sizga taqdim etilgan ishonchnoma faylini yuklash kerak bo'ladi. Keyingi qadamda viza muddati uzaytirilayotgan chet el fuqarosining voyaga yetmagan farzandlari bo'lsa, ular haqidagi ma'lumotlarni kiritish talab etiladi. Shu bilan birga chet el fuqarosining telefon raqami, so'ralayotgan viza turi, ya'ni nima maqsadda qilayotgani, viza muddatining boshlanish sanasi, so'ralayotgan muddati hamda mamlakat hududiga kirib chiqishlar soni haqidagi ma'lumotlar aniq va to'liq to'ldiriladi. Keyin esa ikkita asosiy hujjat biriktiriladi. Bular viza muddatini uzaytirishga asos bo'luvchi, ya'ni Vazirlar Mahkamasining 408-son qarori bilan tasdiqlangan hujjat. Yana chet el fuqarosining milliy pasporti nusxasidir. Endigi qadamda xatoliklarning oldini olish uchun ma'lumotlarni tekshirib chiqing. So'ngra yuborish tugmasini bossangiz, ariza yangi holatga o'tadi. Murojaat mas'ul tashkilot tomonidan 15 kun ichida ko'rib chiqiladi. Agar tasdiqlansa, to'lov uchun invoice yuboriladi. Qulay usulda to'lov amalga oshirilgach, viza muddati uzaytiriladi. Murojaat asoslanmagan holatlarda esa rad javobi keladi. my.gov.uz bilan vaqtingiz va naqdingizni tejang.